Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda keng assortimentdagi KQS modellarimiz. Ya'ni KQSlarimiz bular mana shu ko'rib turgan 4 xil turdagi mahsulotlarning bularni vazifasi kartoshkalarni chipsga moslab turib slice qilib kesib berish va sabzi salat uchun sabzi salatga mo'ljallangan как markabcha salatni formasidagi salatlarni kesib berish vazifasini bajaradigan 4 xil turdagi uskunamiz. Bu uskunamizni hozirgi kunda KQS 20, KQS 28, KQS 30 va KQS 32 modellari bizda mavjud va eng oxirida mana shu ko'rib turgan 5 narsatgali mahsulotlarini, uskunalarini tanishtirib o'tamiz. Bu uskunalarimiz 2 xil turdagi narsatga ega bo'ladi, ya'ni hammasiniki bir xil bo'ladi. Mana bitta toch ko'rsatadigan bo'lsak, mana bir tomoni o'sha aytgandek markabcha salatga, ikkinchi slice qilib. Ya'ni hozir bitta ishlatish jarayonini ko'rsatamiz, bitta video davomida ko'rib chiqamiz qanaqasi qanaqaligi. Xo'p, bular faqat farqi ob'yomida bo'ladi. Mana misol uchun bu soatiga mahsulotga qarab turib 150, 350, 150 kilodan 350 kilogacha, bu soatiga 300 kilodan 500 kilogacha mahsulotga qarab turib, bunisi 200 kilodan 400 kilogacha, bu 400 kilodan 600 kilogacha mahsulotga qarab turib berilgan. Xo'p, bularda nimalarni qilsa bo'ladi desalaring, misol uchun so'ziladi. Bundan tashqari har xil mahsulotlarga mo'ljallangan piyozlardan kessa bo'ladi. Undan keyin o'sha markabcha salatlarni, keyin har xil bodring, shunga o'xshagan mahsulotlarni bemalol o'sha uzunasiga slice shaklda yoki markabcha ko'rinishda kessa bo'ladi. Bu mahsulotlarimizni undan tashqari chiqaradigan mahsulotini razmerini o'zgartirsa ham bo'ladi. Ya'ni 1 mm dan 1 cm gacha qalinlikda kesib beradi. Biz bo'lmasa bitta obzorimizni boshlaymiz. Ko'p gapirgandan ko'ra bitta chiqarib ko'rsatgan. Biz oddiy mana shunaqa ko'rinishda kartoshka va chiqiltur. Misol uchun bitta bu tomonga yurgizadigan bo'lsak, 10 tomonga buradigan bo'lsak, bu tomonga solamiz. Bu slice shaklda. Bu slice shaklda. Endi bu hozir nasatkasi o'zgartirilgan, kengaytirilgan, shuning uchun noto'g'ri chiqaryapti. Biz hozir bu apparatlarni bitta ko'rsatib beramiz. Bu noto'g'ri chiqaryapti. Nimaga desalar, nasatkasi hozir buniki slice'ni qalinrog'iga mo'ljallab berilgan. Shuning uchun anaqa markabcha chiqarganda jitcha noto'g'ri shaklda chiqaradi. O'zimo'la kesilib, mana bunaqa to'rtburchak holatda chiqishi kerak edi. Xuddi mana shu holatda chiqishi kerak edi. Endi bu aytib o'tilganda jitchanni qilib berilgan, o'zgartirib qo'yilgan. Mana slice'ni bitta ko'raylik. Mana slice chiqarishi xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda to'g'ri beradi. Mahsulotlarini o'sha aytilganda bu mahsulot chiqarsalar ham bo'laveradi. Endi bu ikkinchisini ham bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Ya'ni KQS 30 modeli. Bismillah. Mana xuddi mana shunaqa ko'rinishda o'sha markabcha salat deysizlarmi, boshqa mahsulotlar, misol uchun bunda truplarni ham sezoni keladi yaqinda, truplarni ham bemalol shunday shaklda kesib, oshlarga qo'shib, katta toshxonalar oshlarga qo'shib bersang bo'ladi. Qo'lga ushamaydi, zo'r narsa, ob'yomga yaxshi narsa. Endi bitta slice-ni ko'rsatamiz. Ya'ni bu tomoniga qo'yib bitta bosamiz. Mana slice chiqarishi. Buni ham bu o'zi KQS kattasini ham nasatkasi o'zgartirilmagan, xuddi shu ko'rinishda chiqadi. Nasatkasi o'zgartirib qo'yilgan. Shuni hisobga bu boshqacharoq chiqaryapti. Xuddi mana shunday ko'rinishda, xuddi mana shunday razmerda, razmeriga qarab turib, o'zidan qo'ygan razmerlarga qarab turib chiqarib beradi. Bu mahsulot aytib o'tilgandek, bu mahsulotlarimiz faqat ob'yomida farq qiladi, chiqaradigan guli, chiqaradigan mahsulotning turi bir xil bo'ladi. Xo'p, endi bular narx-navolarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 4 xil turdagi mahsulotimizni narxlari shunaqa bo'ladi. KQS 20 miz soatiga 150 kilodan 300 kilogacha chiqaradi, 220 tok ichadi, 1.5 kilovatlik misabmotkali motor, 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kundagi narxini $390 qilib beramiz. Endi KQS 28 modelimiz soatiga 150 kilodan 300 kilogacha mahsulot chiqaradi.
1.1 kilovatli misab motkali motor bilan jihozlangan 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kundagi narxini $350 qilib beramiz. Endi KQS 32 miz bilan KQS 30 miz. KQS 30 miz soatiga 300 kilodan 500 kilogacha mahsulotga qarab turib chiqaradi. 1.5 kilovatli misab motkali motor bilan jihozlangan bu ham xo'p, hozirgi kundagi 6 oy garantiyasi bilan chiqadigan narxi $480 qilib beramiz. Endi ichida eng kattasi, eng ob'yomi katta hisoblangan KQS 32 miz, 200 kilovatli misab motkali motor. Yo, buniki ham 1.5 ekan. 1.5 kilovatli misab motkali motor soatiga 350 kilodan 550 kilogacha mahsulotga qarab turib chiqaradi. 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda narxi $500 qilib beramiz. Undan tashqari 5 ta nasatkali ko'rib turgan mahsulotlarini ham hozirda bizda наличие mavjud. Buni o'zi ishlatilgan videosini ham topasiz, imkon davomida mana shu video davomida qo'yib boramiz. Buni mahsulotimiz narxi 5 ta nasatkasi bilan $550 qilib beramiz. Undan tashqari mana shu ekranning chekkasida chiqib turgan imna markavcha salat uchun mo'ljallangan $2350 turadigan katta ob'yomdagi modelimiz, ya'ni imенно o'sha markavcha salat uchun soatiga 500 kilodan 1 tonnagacha mahsulotga qarab turib chiqaradigan 2.5 bo'ladi. Как professional markavcha qo'lda to'g'ragandagi qilib gulda chiqarib beradi. Bu mahsulotimiz o'sha aytib o'tilgandek $2350 qilib beramiz. U narsasi faqat zakaz bo'yicha keladi. 40 kundan 45 kun oralig'ida Xitoydan kirib kelyapti. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekiston barcha hududiga kelishilgan holatda dastavkalarimiz bor. Farg'ona shahar ichi bo'ylab bepul, qolgan joylarga kelishilgan holatda. Ekranning nomeri aloqa chiqib bemalol zakaz qilishlar mumkin.